Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sog'-omonmisizlar? Allohning inoyati bilan yana bir ibratli videorolik orqali sizlar bilan uchrashib turibmiz. O'tgan videoda doktor Oiz Qarniyning o'kinma asaridan ibratli so'zlarni sizlarga ulashgan edik va shu an'anani davom ettirishni va'da qilgan edik. Bugun Allohga hamdlar bo'lsinki, muborak Ramazon oyining so'nggi 10 kunligiga yetib keldik. Bu kunlar fazilatli duolar ijobat bo'ladigan, taqvodorlikni yanada mustahkamlaydigan qimmatli vaqtlardir. Ushbu muborak damlarda Alloh taolodan bizlarga tavfiq, hidoyat va gunohlarimizni mag'firat etishini so'rab qolamiz. Yaratgan zotdan duo qilamizki, tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lsin, qalblarimiz nurlansin va hayotimiz yaxshiliklar ila to'lsin. Hozir sizlar bilan yana ibratli parchalar bilan bo'lishamiz. Marhamat. Rohat qanoatdadir. Oilamni janubda qoldirib, Riyozul Ilmiy nomli institutga o'qishga bordim. U yerda amakilarim bilan birga yetishmovchilik, uy ishlari va o'qishda qiyinchilikda yashardik. Har kuni ertalab 30 daqiqagacha piyoda yurardim. Uyga peshinda yoki undan keyinroq qaytardim. Men bilan birga turgan talabani nonushta, tushlik, kechki ovqatga sherik qilardim. Uy supurish, kir yuvish, mebellarni sozlash ishlari ham mening bo'ynimda. Oshxonani tartibga keltirib, darslarimni yodlayman. Institutda ilg'orlikni, yaxshi darajani qo'lga kiritishga harakat qilib, darslarda faolman. Egnimda bir dona ko'ylakdan boshqa kiyim yo'q edi. Uni yuvib, dazmollab kiyarman. Uyga ham, darsga ham, tantanalarga ham shu ko'ylak. Chunki oladigan pulim oz, yeyish-ichish, uy ijarasi va boshqa zaruratlarga shu ozgina nafaqa yetishi kerak. Ba'zan ozgina go'sht olardik, mevalarni esa kamdan kam hollarda yerdik. Kitob o'qish va yodlash bilan band bo'lganim uchun bir oyda yoki undan ko'proq vaqtda bir marta dam olib sayr qilar edim. Fanlar 17 ta bo'lib, arabiy va din darslariga qo'shimcha ingliz tili, muhandislik, hisob va boshqa fanlar ham kiritilgan edi. Institutda adabiy kitoblarni olib o'qiy boshladim. Biron kitobni o'qishga kirishsam, berilib ketganimdan o'rtoqlarimni ham unutib qo'yardim. Bularni aytishdan maqsadim, talabaligim qiyinchilikda, mashaqqatda, qo'li kaltalikda o'tgan bo'lsa-da, xursand, yuragim xotirjam, nafsim rozi bo'lib uxlardim. So'ng hayot davom etdi. Yaratganga shukrlar bo'lsin. Men yaxshi uy, turfa kiyimlar, lazzatli taomlar va kengchilikka erishdim. Lekin hayotim oldingidek farah baxsh emas. Ishlarim, qiyinchiliklarim ko'payib ketdi. Demak, mo'l ko'lchilikning o'zi yaxshi va baxtli hayot garovi emas ekan. Bundan chiqargan xulosam, agar sizda g'am, tashvish va qayg'ular ko'payib ketgan bo'lsa, buni sababini qo'lingiz kaltaligidan yoki to'kin hayot kechirmayotganingizdan deb bilmang. Bu to'g'ri fikr emas. Chunki ko'pgina o'rtahol yashayotgan kishilar boylardan-da baxtliroqdir. Alanga olmasidan oldin adovat o'tini o'chiring. Oddiygina qisqagina hayotimda hech qachon haqqimni to'liq qilib olishga yoki e'tiborimni tanglikka qaratmadim. Lekin gohida hasrat kuchliroq, nadomat esa qattiqroq bo'ladi. Biror kishini menga qilgan yomonligi uchun jazolasam yoki yo'lda kimdir menga qo'pollik qilgani uchun uni ta'zirini bersam, go'yo nafsimni haqqini undirib olgan, uni obro'yini o'rniga qo'ygan bo'laman. Aslida-chi, haqiqat men o'ylagandekmi? Yo'q, albatta. Agar men har yetgan yomonlikni jazosini beraversam, odamlar bilan o'rtamda adovat paydo bo'lib, husumat vujudga keladi. Buning o'rniga kechirish, gunohidan o'tish, kichik ko'ngilxiraliklarga e'tibor bermaslik yaxshidir. Islom dinimiz ayni shunga buyuradi. Siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan qaytaring. Shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq qalin do'stdek bo'lib qoladi. Fusulat surasi 34-oyat.
Johil kimsalar ma'nisiz so'z qotganida salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Furqon surasi 63-oyat. Agar ko'chada biron yomon gap eshitib qolsangiz va unga javob qaytarmasangiz, shubhasiz buning uchun ajr olasiz. Agar ustingizdan kulishsa, o'zingizni eshitmaganga soling. Agar unga javob tariqasida siz ham kulsangiz, odamlar u bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Agar sizga kinoyali so'z qotishsa, menga aytgani yo'q deb indamay ketavering. Agar hasadchi sizni taqlid qilsa, o'zingizni bilmaganga soling. Olimlar o'zini bilmaganga solish ayblarni berkitadi deyishgan. Yosh bola ermakla tosh otsa agar, ulkan dengizga hech berolmas zarar. Muloyimlik maqsadga yetishga yordam beradi. Muloyim bo'lish haqida ko'p oyat va hadislar mavjud. Muloyim kishi albatta istagiga yetadi. Bilasizmi, ikki devorni orasida undan faqat bitta mashina o'ta oladigan tor yo'l bo'lsa, haydovchi u yerdan ohista va muloyim bo'lib o'tishi lozim. Agar bu tor joydan shoshilib tez o'tmoqchi bo'lsa, ikkala tomonga mashinani urib zarar ko'rishi tayin. Ham tez o'tgani bilan yo'l kengayib yoki torayib qolmaydi. Hovlimiz chetrog'ida bir kichkina nihol eksak, unga har zamon oz-ozdan suv quyib tursak, niholga foyda bo'ladi. Ammo o'shanga suvni birdaniga ko'p quysak, u qurib qolishi mumkin. Ikkala holatda ham bir xil, lekin uslub boshqacha. Kiyim ohista yechilsa, tez yirtilmaydi. Aksincha, kuch bilan tortib, shoshib yechilsa, qachon qarasangiz kiyimini bir joyi yirtiq bo'lishi mumkin. Hayotimiz ohistalikka, muloyimlikka muhtoj. Nafsimizga muloyim bo'lishimiz lozim. Chunki albatta nafsingning senda haqqi bor. Birodarlarimizga muloyim bo'lishimiz lozim. Chunki albatta Alloh muloyimdir va muloyimlikni xush ko'radi. Ayollarga muloyim bo'lishimiz lozim. Chunki billurday muloyim bo'ling deyilgan hadislarda. Tarbiyaviy muvozanat tenglik bo'yicha chumchuq hech qachon asalaridek muloyim bo'la olmaydi. Hadisi sharifda mo'min pokiza narsa yeb, pokiza narsa qo'yadigan va biror shoxga qo'nsa, uni sindirmaydigan asalari kabi bo'ladi deyilgan. Gul asalarini qo'nganini his qilmaydi. U gulga ohista qo'nib, ko'zlagan maqsadiga muloyimlik bilan erishadi. Chumchuq esa jismini og'irligi bilan boshoqqa qo'nganida odamlarga o'zini sezdirib qo'yadi. Ishlarda shoshqaloqlik va qo'pollik foydani yo'qqa chiqaradi. Hatto ko'pincha zarar keltiradi. Hamma ish yaxshilik va muloyimlik ustida qurilgan. Qaysi narsada muloyim bo'lsa, uni ziynatlaydi va qay narsadan muloyimlik ketsa, uni bulg'aydi. Har qanday muomaladagi muloyimlikdan ruhlar taskin topib, qalblar xotirjam bo'ladi. Muloyim inson yaxshiliklarning kalitidir. Muloyim kishiga osiy, qalbi qattiqlar ham bo'ysunadi. Allohning rahmati sababli siz ey Muhammad ularga sahobalarga muloyimlik qildingiz. Agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda, albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lur edilar. Oli Imron surasi 159-oyat. Baxtli bo'lay desangiz, ibratli so'zlar kichik satrlarda. Agar xotindan biri g'azablansa, ikkinchisi jim tursin. Ikkalasi ham bir-birini boricha qabul qilsin. Zero birorta ham inson ayblardan xoli bo'la olmaydi. Kimning xotini, uyi, hojatlariga yetarli moli bo'lsa, go'zal va to'kis hayotni qo'lga kiritibdi. Shunday bo'lgach, Allohga hamd aytsin va boriga qanoat qilsin. Bundan ortig'i tashvish bo'ladi. Baxt, saodat aslzodalik, oliy nasablik yoki oltin va kumushlarda emas. Chinakam baxt din,
ilm, odob va ezgu maqsadlarga erishishdadir. Alloh uchun eng baxtli inson yaxshiliklarga bor kuchini sarflaydigani, yaqinlariga foydasi ko'proq tegadigani va bergan ne'matlariga ko'proq shukr qiladigani hisoblanadi. Ro'zadagi ochlik shiddatidan sinib qolmang. Albatta u qalbingizni kuchaytiradi, salomatlik taomi bilan oziqlantiradi, qadr-qimmatingizni oshiradi va sabringizni ko'rsatadi. O'tgan ishlarni o'ylayverish ahmoqlik va jinnilik belgilaridir. Bu ish unlarni qayta bug'doy donasiga aylantirish, qipiqlarni yog'ochga qaytarish va o'liklarni qayta qabrlaridan chiqarishga urinish kabi ma'nisizdir. Allohning iltifotidan umidsiz bo'lmang. Allohning rahmatidan umidingizni uzmang. Allohning ko'magini unutmang. Albatta, yordam unga bo'lgan ishonch miqdoriga qarab bo'ladi. Siz yaxshi ko'rgan narsalardan ko'ra siz yomon ko'rgan narsalarda yaxshilik ko'proq. Siz barcha ishlarni oxir oqibatini bilmaysiz. Xush ko'rilmagan narsalarda qanchadan qancha ne'matlar bor va yomonlik ortida qanchadan qancha yaxshiliklar bor. Azizlarimiz, ushbu ibratli so'zlar qalblarimizga nur, hayotimizga ruhiy oziqa bo'ldi deb umid qilamiz. Muborak Ramazonning oxirgi kunlaridan unumli foydalanib, ko'proq duo va istig'for aytaylik. Ibodatlarimizni mustahkamlaylik. Sizlarga tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik va fayzli hayot tilab qolamiz. Yana yaxshi videolar orqali ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.